Arifmetik progressiyaning intaho deganisi. Qaranglar. Biz arifmetik progressiyada o'tgan qoidalarni bitta eslab olaylik. Qanaqa qoidalar bo'ldi? Asosan shu AN topish qanaqa edi? A1 bilan aytsa n-1 d. Bu bor. Keyin yana bitta qoida. Masalan, AN ni A2 bilan yozsa ham bo'ladi, n-2 bo'ladi, to'g'rimi? A3 bilan yozsanglar n-3 bo'ladi. Yoki bo'lmasa keyingi qoida, misol uchun A2 ga A6 ni qo'shsam, A1 ga A nechini qo'shishim kerak? A7 ni qo'shishim kerak. Mana shuni ham ko'p ishlatasizlar bu mavzuda ham. Ko'p keladi shunga o'xshagan savollar. Ya'ni mana shu qoidadan chiqadigan. Keyingisi A1 ga A19 ni qo'shib 2 ga bo'lsam nima chiqadi? A10 chiqadi, to'g'ri. Yoki A3 ga A5 qo'shib 2 ga bo'lsamchi A4 chiqadi. Mana shu qoidalarni ham bu mavzuda ishlatamiz. Xo'p, bu o'tgan mavzuda o'tgan qoidalarimiz edi. Endi qaranglar. Biz faqatgina o'tgan darsimizda mana shu hadlar orasidagi bog'liqliklarni o'rgandik-da, hadlar orasida. Endi bugun qo'shilganini qanaqa topsa bo'ladi, shuni o'rganamiz. Sn deb aytilinadi, A1 dan boshlab ketaveradi An gacha. Mana n tahadining yig'indisi. n-1 plus An desa ham bo'laveradi. A1 dan boshlab An. Bu yerda plus turibdi, ko'ryapsizlarmi? O'tgan safar vergulda turdi. Endi qo'shyapmiz. Qo'shganda qanaqa qo'shiladi? O'rtacha hadini topib olinadi. O'rtacha hadini hadlar soniga ko'paytiriladi. O'rtacha hadini hadlar soniga ko'paytiriladi. O'rtacha hadini boya aytdik, qanaqa edi? O'rtacha hadi degani bu birinchisiga oxirgisini qo'shib 2 ga bo'lib n ga ko'paytirish kerak. Hozir ko'ramiz mana shu formulani ham. An ni mana bu yerdan olsam-da, A1 plus n-1 da-ku. An ni o'rniga qo'ysam nima bo'ladi? Mana mana shu yerga tasavvur qilinglar, A1 plus n-1 d turibdi shu yerda. Mana bu A1 bilan bu A1 ikkita A1 bo'ladimi? Demak, ikkita A1 plus n-1 d taqsim 2 ko'paygan n degan formula qilsak ham bo'lar. Mana mana shu n tahadining yig'indisi degani. Joyi keladi, birinchisidan ham foydalanamiz. Mana birinchi formulani ham ishlatamiz. Bitta misol olaylik. Mana misol uchun 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9 bo'lsin. Mana shuni hisoblamoqchiman. O'zi oddiy qo'shib chiqsa necha bo'ladi? Qo'shinglar shuni. 25 bo'ladi. 25 a? Qo'shib chiqsanglar 25. Endi formulaga qo'yaman desanglar qanaqa bo'ladi? O'rtachasini topib olasizlar. O'rtachasi qaysi edi buni? 5 edi. Shunaqadan nechta hadi bor? 1 2 3 4 5. 5 ta son bor. Shuni 5 ga ko'paytirib qo'yasizlar. Javob 25 ekan. Javob 25 ekan. Qaranglar, o'zicha mana ishlaydi bu qoida. Mana shu o'rtachasi 5 bo'ladigan bo'lsa, 7 ni men 2 ta bunga beraman-da. 7 dan 2 tani bunga beraman. Ikkitasini. 7 da qancha qoladi? 5 qoladi. Bu nechaga aylanib oladi? 5 ga aylanib oladi. 9 ni olaman-da, 4 tasini men bunga beraman. Bunga 4 tasini. Nima bo'ladi shunda? Bu ham 5 bo'ladi, bunisi ham 5 bo'ladi, bu ham 5 bo'ladi. O'rtacha hadini vazifasi shunaqa, tushundinglarmi? O'rtacha hadini olsanglarchi, hammasini o'rtacha hadiga olib kelsa bo'ladi-da. Ana ko'pidan olib, kamiga berib, mana shunaqa qilsa o'rtacha hammasi 5 5 5 5 bo'lib qolar ekan, tushundinglarmi? Keyin 5 dan 5 ta bo'ladi, 25 chiqadi. Oddiy qo'shsa ham, masalan, 1 ga 3 qo'shsa 4, 4 ga 5 9, 9 ga 16, 16 ga 9 25 chiqadi. Ketma-ket qo'shsanglar ham shu. Yoki formulani boshqacharoq qarasanglar ham bo'ladi. 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9 bo'lsa qiladigan ishinglar. Birinchisini olasizlar, oxirgisini olasizlar. Qo'shamiz. De 2 ga bo'lamiz. 1 plus 9 taqsim 2. Ko'paytirib deymiz. Nechta bo'lsa o'shanchaga 1 2 3 4 5 5 ta. Bu javob 25 bo'ladi. Mana ikkinchi formula. Keyingi formulaga qo'ydim. Tushundinglar? Xo'p, naq savol bo'lsa-chi, birdan boshlab 100 gacha bo'lgan sonlarning yig'indisi qanaqa bo'ladi? Birdan 100 gacha sonlarni qo'shib chiqsak. Nima qilar ekanmiz? 100 ni qo'shamiz. 2 ga bo'lamiz, ko'paytiramiz 50 ga. Birdan 100 gacha 50 ta son bor.
Shunaqa. Mana bunaqa dedim. Mana shunaqa ketdi-da, 100 oxiri 100 turibdi. Buni hisoblashni nima qilar ekanmiz? 1 plus 100 bo'lamiz 2 ga ko'paytiramiz soni. Nechta bor? 1 dan 100 gacha nechta son bor? 100 ta son bor. Qo'shib 2 ga bo'lasizlar, 100 ko'paytirsanglar javob chiqadi. 55 qancha bo'ladi? 101 2 ga bo'lsak 102 bo'lsa 50 ida 50 yarim bo'lar ekan-a. 50 yarimni 100 ga ko'paytiramiz. 5050 bo'lar ekan javob. Mana 1 dan 100 gacha agar qo'shib chiqsanglar 5050 chiqadi degan. Tushundinglarmi? Formula shu. Endi mana bunaqa savollar ham beradi. Kam uchrasa ham shunaqa savollar ham kelib turadi imtihonlarda ham. Masalan, aytadi S10 deydi minus S hop 9 5 ga teng bo'lsa 5 ga teng bo'lsa tak A1 qo'shilgan A19 taqsim 2 nimaga teng bo'ladi deydi. Mana savol mana shu. Nima qilasizlar qani? O'ylab ko'ringlarchi. S10 minus S9 5 ga teng, A1 plus A19 bo'lingan 2 nimaga teng bo'ladi deb savol beradi. Kim topdi? Nom topganlar, topdingmi? 5, to'g'ri. 5 bo'ladi. Nimaga? Bu nimani beradi o'zi? Savollar qisqartiraylik. Mana bu qoidadan foydalanamiz dedimi? Mana yo'q yozib qo'ymayman bitga. A1 plus A19 nimaga teng? A10 ga teng. Mana turibdi. Bizdan nimani so'rabdi? A10 ni topishni so'ragan ekanda, to'g'rimi? S10 degani qaranglar. S10 degani yozib olasizlar. S10 bu A1 plus A2 plus A3 A4 A5 A6 A7 tushunishinglar uchun yozib beraman. 9 A10 degani, to'g'rimi? S9 deganicha xuddi shuni 9 gacha davom etgani, to'g'rimi? Bularni ayirib ko'ringlar, nima bo'ladi? S10 dan S9 ayringlar. S10 minus S9 teng bo'lar ekan. Bular ketadimi ayrilib? Ketadimi mana bu ham A2lar ham ayrilib yo'q bo'lib ketadi hammasi, to'g'rimi? Ayirganimizda nima qolar ekan? Bitta A10 qolib ketar ekan. A10 bo'ladi dergansizlar. Mana. Shuni formula qilib ham yozib qo'yamiz. Formula bunaqa. Sn dan ayiradigan bo'lsa, agar Sn minus 1 bu An ga teng degan formula. N o'rniga xohlagan raqam qo'yib, xohlagan son qo'yib ishlatsanglar bo'ladi. Misol uchun n ga necha qo'ying? 10 qo'ysam, S n o'rniga 10 qo'yaman, minus 10 minus 1 necha bo'ladi? 9. Barobar bo'ladi A 9 bo'lib qoladi. Agar 20 bo'lsa, S20 minus S19 bo'lsa, barobar A nima bo'ladi? 20 bo'lib qoladi. Tushunyapsizlarmi? Tilgan ekan 26 A6 berilgan minus 0.25. A21 berilgan minus 0.5 bo'lsa, nimani topish kerak? Buning hadlari yangi S26 ni topish kerak ekan. 26 ta hadi bor deb aytgan, to'g'rimi? Har doim savoldan ketamiz. Savol nima deyapti? O'shani yozib olamiz birinchi o'rinda. Chunki bilmaysizlar-da nima kerak emasligini. O'shaning uchun savolni yozib olinglar. S26 qanaqa yoziladi? A1 qo'shilgan A26 bo'lingan 2 ko'paytirib 26. Yo A1 bilan A26 kerak yoki qo'shilganini topishimiz kerak ekanda. Hop, 1 ga 26 ni qo'shsak necha? 27. 6 ga 21 qo'shsa necha? 27, to'g'rimi? Undan oldingi mavzuda qoida o'tdik shunaqa. A1 ga A26 ni qo'shilgani teng bo'la oladi A6 ga A21 qo'shilganiga, to'g'rimi? Mana buni o'rniga qo'yamiz, minus 0.25, buni o'rniga minus 0.5 qo'shilib qoladimi? O'sha mana bunga teng bo'ladi. A1 plus A26 ga. O'rniga qo'yasizlar. Hop, o'rniga qo'yib 2 bilan qisqarib ketsa 13 mi? Shuni o'rniga qo'yasizlarda chiqqan javob mana 13 ga ko'paytirsanglar chiqadi. Tushunarlimi? Mana shu qoidani ishlatyapmiz mana. Bitta shu qoida bilan hal bo'lar ekan.
Keyingisi 13 da. Nega? Hadlari formula bilan berilgan ketma-ketlikning dastlabki 60 ta hadi yig'indisini toping. Bn bilan beribdi. Bn barobar 3n minus 1 ekan. n ga 1 bersa nima chiqadi? 1 bersanglar 2. 2 bersachi 3 kere 2 6, 1 bersa 5 bo'ladi. 3 bersa 8 bo'ladi. Bildinglarmi qanaqa ketma-ketlikda ketganini? 3 qo'shilib borganda 2 ga 3 qo'shilgan 5 bo'lgan, 5 ga 3 qo'shilgan 8. 11 bo'ladi, mana shunaqa ketadi. Shuni degan. Xo'p, shuni 60 ta hadi yig'indisi S60 topishimiz kerak ekan. 60 tasini qo'shgin degan. A1 nimaga teng? 2 ga teng. D 3 ga teng. Bizga nima kerak bo'ladi? S60 yozganda A1 plus A60 taqsim 2 ko'paygan 60 bo'ladi-yu. A60 yo'q-da. A60 topib olaman. A1 plus nechtada? 59 da D. A1 2 ga teng, 59 ko'paygan 3. Hisoblasanglar A60 chiqadi. Keyin formulaga qo'yasizlar. S60 barobar A1 plus A60 bo'lingan 2 ko'paytirib 60 deysizlar. 60 bilan 2 ketsa 30. A1 bor, mana 2 ga teng. A60 mana hisoblasa chiqadi. Qo'shasizlar-da 30 ga ko'paytirsanglar 60 ta hadining yig'indisi chiqar ekan. Savol bo'lsa beringlar. O'tib ketiraman. Yo'qmi? Tushundinglarmi nima bo'lganini? Arifmetik progressiyaning dastlabki 16 ta hadlari yig'indisi 8 40 26 da aytibdi. Dastlabki nechta? 16 ta. S16 teng ekan 840 ga. Oxirgi hadi 105 ga teng. Ya'ni A16 teng ekan 105 ga. Shunaqami? Shu progressiyani ayirmasini toping. Ayirma degan nima? D ni topishni so'rabdi. S16 formula qanaqa edi? S16. Nima deb yozaman? S16 barobar A1 plus A16 taqsim 2 ko'paygan 16, to'g'rimi? Mana shu narsani nechiga teng degan? Aslida tushuntirganda ko'rib turganda 840, to'g'rimi? Xo'p, 16 bilan 2 ketsa, unda 8 qoladimi? 840 8 ga bo'lsa necha bo'ladi? 105 mi? A1 plus A16 necha ekan? 105 ekan. A16 bor, 105, to'g'rimi? A1 necha bo'ladi shunda? 0 bo'lib qoladi. A1 0 ekan. A1 bor mana. A16 ham bor. D ni qanaqa topsak bo'ladi? Aytinglarchi. A16 teng nima? A1 qo'shilgan 15 da D. A16 ning o'rniga 105, A1 o'rniga 0, 15 D. Bo'lasizlar chiqib kelar ekan-ya, 105 15 ga bo'lsa javob chiqib keladi. 26 ketdik. Keyingisi 27 da aytibdi. Savolda 1 taqsim 100, mana ko'pchilikning savoli bo'ladi. 1 taqsim 100, 2 taqsim 100 ketgan, oxiri n taqsim 100 gacha ekan. Mana shu narsa 100 n inchisi debdi. Progressiyani beradimi, bermaydimi? Beradi. Xo'p, qaranglar, bunaqa qilamiz. Hammasini 100 ga ko'paytirsangchi, nima deysizlar shunga? Buni ham hammasini 100 ga ko'paytiraman. Bo'laveradimi? 100 ga ko'paytirsa necha bo'ladi bu? 1 ga teng bo'ladi. Buni 100 ga ko'paytirsa 2. Buni 100 ga ko'paytirsa 100. 100 bilan 100 qisqarib ketadi. N o'zi bo'ladi. Teng 100, yana 2 ta 0, n. Buni hisoblashni biz o'tdik. Birinchi hadi nimaga teng? A1 1 ga teng, oxirgisi n ga teng. 2 ga bo'lamiz, ko'paytiramiz n ga. N ta hadi bor deb aytdi. 100, 2 ta 0, n. Mana bular ketadimi, ko'paytiruvda turibdi-yu, bu yerda ham ko'paytiruvda-da endi. Mana shunaqa o'chirsanglar bo'ladi. Ikkita tarafda ko'paytiruvda biz. 2 ga ko'paytirasizlar, 20 ming bo'ladi. 1 ga nechini qo'ysa 20 ming. 19.999 bo'ladi. 27 ham ketdi, 34 ekan, keyingi savol. 34 da aytilibdiki, arifmetik progressiya uchun qaysi formulalar to'g'ri degan. Yaxshi savol ekan. Birinchisi debdi. A1 ga AN ni qo'shilgani degan teng bo'ladi A3 ga AN minus 2 ni qo'shilganiga debdi. To'g'rimi shu? Tekshiring. Qaysi qoida?
Hammaga o'xshaganmi? Mana 1 ga 26 ni qo'shsa 27 deydi, 6 ga 21 qo'shsa 27 deydi. To'g'rimi? O'sha qoida. 1 ga n ni qo'shsa nima bo'ladi? 1 plus n yoki n plus 1 farqi yo'q. 3 ga n minus 2 ni qo'shsanglar-chi? n plus 1 bir xilmi? To'g'ri keldi mana. Bu degani mana shu joyda fikrlashingiz kerak, buni o'rnida buni ishlatib ketsa bo'ladi yoki buni o'rnida buni ishlatib ketsa bo'ladi degani. Tushunarlimi? Joyi keladi, shunaqa misollar keladi. Buni o'rniga buni qo'yib ketsanglar bo'lar ekan-da o'rniga. Ya'ni indeksini qo'shganda teng bo'ldimi? Bo'ldi, bular teng. Ikkinchisi an minus a1 plus d debdi. Nima bo'lingan n mi? Bo'lingan n degan d ga teng debdi. Qanaqa tekshiramiz buni? an ni formulasini yozaman. Nima degan an? a1 qo'shilgan n minus 1 d minus a1 plus d deyapti. Shuni degan n ga bo'lganda d chiqishi kerak ekan. a1 lar ketadimi? Qavs ochib o'ramiz. Qanaqa? n d minus d plus d taqsim n teng d ekan. D lar ketadi, n lar qisqaradimi? D teng d bo'lib qolar ekan. To'g'rimi bu yer? Bunisi ham to'g'ri ekan. Xo'p, uchinchisi SN'lik formula ekan. SN debdi A1 hop aniq yoza qolaylik. A1 deyilgan plus n minus 1 d shunaqa n minus 1 d taqsim 2 ya ko'paygan n taqsim 2 degan. Mana shunaqa ekan. Xato bu formula. Chunki mana bu yerda ikkisi bo'lardi formulani. 2a1 plus n minus 1 da bo'lardi. Bu xato ekan formula. 3. 1 bilan 2 to'g'ri. Bo'ldi. C javob bo'ladimi? 5-xada 6 ga. Uning dastlabki 9 ta xada yig'indisini toping debdi. S9. Yusuf formulasi qanaqa? A9 taqsim 2 ko'paygan 9. Mana bu nimani beradi? Tushunarlimi? A5 beradi. Bu. Bitta dona xadini berib turib, S so'rasa, ko'pincha 99% holatda bo'lsa shunaqa bo'ladi, bo'lmasa bo'lmaydi. Masalan, agar A6 ni bersa, bu top bo'lmaydi degan javob bo'lardi. A5 bo'lganligi uchun mana 1 ga 9 qo'shib 2 bo'lsa, o'rtasi chiqadi-yu, 9 bilan 1 o'rtasida 5 turibdi-da hozir. Bu 6 kare 9 54 bo'lib qoladi. Keyingi savol 38 ekan. 38 edi. 15 ta xatdan iborat arifmetik progressiyani 8-xada 18 ga teng. Shu progressiyani hallarini toping. Mana. Xo'p, A8 bor ekan, 18 ekan. S15 so'rabdi topishni. Qanaqa topaman? S15 A1 plus A15 taqsim 2 ko'paygan 15. Bu nimani beradi? 8 ni beradi. Bo'ldi, qo'yasizlar chiqadi. Oson savol ekan. 40 ham shunaqa ekan, ishlab bermaymi? 40 ham xuddi shunaqa. 44 deydi. Ketma-ket kelgan 6 ta natural sonning yig'indisi 435 ga teng. Shu sonlardan eng kichigini toping. Ketma-ket kelgan degan joyiga e'tibor beringlar. Ketma-ket kelgan natural sonlarning farqi qancha bo'ladi? 1 bo'ladi. Ya'ni bittaga oshib borgan. Masalan, 345 345 ham arifmetik progressiyani beradi. Ketma-ket kelgan natural sonlar ham arifmetik progressiyani beradi. D esi 1 ga teng. D esi oshib borishi bittaga. To'g'rimi? Endi shunaqa nechta son bor dedi? 6 tami? 6 ta son bor ekan. Ketma-ket oshib borganda, misol uchun bu qanaqadir 30 bo'lsa, bu 31, 32, 33, 34, 35 bo'lganda, ya'ni 6 ta bo'lgan. Shunaqada 6 ta ekan. Ularni qo'shganda dedi necha chiqadi? 435 mi? Bunaqa bo'ladi. A1 plus A6 bo'lingan 2 ko'paytiruv 6 nima ekan? 435 ekan. To'g'rimi? 6 bilan 2 qisqaradimi? Ketdi. 3 bo'ldimi? A1 plus A6 nechiga teng bo'ladi? 3 ga bo'lib yuborsak, ikkala tarafni. Bu bilan buni 3 ga qisqartirmoqchiman. 145. Shunaqami?
Aniqmi? 1,05. Xo'p. A6 deganda nima tushunamiz? A1 plus 5D. Qaranglar, bizda D hozir 1 ga teng. Tushunarli? D 1 ga teng. Eng kichkina son qaysi biri bo'ladi mana shu yerda? Eng kichkina son A1 bo'ladi. Shuni D ni o'rniga 1 ni qo'ysanglar 5 bo'lib qoladimi? A1 chiqadi shu yerda. Tushunarlimi? Ketma-ket deganda D 1 ga teng deb olishingiz kerak. Ha? Ikkita A1 teng 140, A1 teng 70 mi? Demak 70, 71, 72, 73, 74, 75 qo'shganda 435 chiqadi. Eng kichkinasi 70 bo'lib qoldimi? yana keyingisi. 25 ta ketma-ket kelgan natural sonlarning yig'indisi 1000 ga teng. Qanaqa tushundinglar? Xuddi shunaqa D esa 1 ga teng. 25 degan faqat ular A1 dan A25 gacha qo'shish uchun nima qilardik? Qo'shib 2 ga bo'lib 25 ko'paytiramiz. Mana shu 1000 ekan. 1000 ekan. Xo'p. 2 ko'paytirib yuborsak ham bo'lar ekan. Keling, buni qilaman. 1000 bilan 25 qisqartiraman. 1000 dan necha qoladi shunda? 40 qoladi. 2 ni bu yoqqa ko'paytirsak-chi? Bo'luvdik 80. A1 plus A25 80 ekan. A1 plus A25 nima deyman? A1 plus 24 teng 80. D1 ga teng-ku. 24 o'tkazasizlar, 2 ta A1 bo'ladi, 2 ga bo'lsanglar A1 chiqib keladi. Eng kichkina son bu bo'ladi. Agar sizlardan eng katta son nechi desa, A25 so'ragan bo'ladi. Shu sonlardan eng kattasi. 50 ekan kengisi. 50 har xil yo'llar bilan ishlasa bo'ladi buni. Hop, mana qaranglar mana 50 ni. A17 bor ekan. 2 ga teng. S21 degan minus S necha? 12. S21 deganda nima tushunamiz? A1 dan to A21 gacha. Qaranglar. S21 deganda A1 dan A21 gacha tushunamiz. S12 degani A1 dan 12 gacha. Demak, biz qaysilarni so'ragan hozir? 1 dan 21 gacha bordi, A1 dan 21 gacha. 13 dan 21 gacha qoladi. Qolgani qisqarib ketadi ayirgan paytda. To'g'rimi? Yoyib yozsanglar ham, masalan, S21 A1 dan A21 gacha yozasizlar. S12 A1 dan A12 gacha ayirganimizda 12 gacha bo'lganlari ayrilib yo'q bo'lib ketadi. Shunda bizda qoladi A13 dan boshlab A13 plus A14 plus A15 21 gacha qoladi, to'g'rimi? Shuni bor-ku, mana shuni ham shu formulaga qo'ysanglar bo'ladi. Birinchi hadda deb olasizlar buni. Birinchisi 13 deb olasizlar. A13. O'sha oxirgisi qaysi? 21. 2 ga bo'lamiz. Ko'paytiruv deymizda. Nechtaligi? Nechta bor mana shu yerda? 13 dan 21 gacha. Yo'q. Qo'l bilan sananglarchi nechta chiqadi? 9 ta chiqdimi? 9 ta. Qanaqa 21 dan 13 ayirib 1 ni qo'shardik-a? 9 ta bo'ladi. 9 ni ko'paytirar ekanmiz. Endi qaranglar. 13 ga 21 ni qo'shsa necha bo'ladi? 34 bo'ladimi? 2 ga bo'lsa-chi? 17 mana bu ekanda. Tushundinglarmi? Buni o'zi nimani berar ekan? A17 ni berar ekan. A17 ni 2 ko'paytiruv 9 ekan, javob 18 ekan. Endi oson yo'li-da, qiyinroq yo'llari bor, xolisinglar ko'rsatib beraman. Juda bilmasanglar nima qilishni? Mana aytgan-ku, S21 dan ayirgin degan S12 ni, to'g'rimi? 21 formulasini yozasizlar. A1 plus A21 bo'lingan 2 ko'paytiruv 21. Minus deysizlar, bir 12 ni formulasini yozasizlar. A1 plus A12 bo'lingan 2 ko'paytiruv 12, to'g'rimi? Mana buni hop, A21 bor-ku. A1 plus 20 ta D deysizlar. Buni A1 plus 11 ta D deysizlar. Shunda A1 va D ga bog'liq bo'lgan nimadir qoladi mana shu yerda. Ayirib tashlaysizlar, oxiri mana shu 17 ga keladigan narsa bo'lib qoladi bundan ham. Bundan ham chiqadi. Ha, bundan ham chiqadi.
Undan ko'ra mana bu yaxshi ekanda. Mana shuni yaxshilab tushunib olinglar, qaranglar. Birinchisi bilan oxirgisini qo'shib 2 bo'laverasizlar. Nechta bo'lsa o'shani ko'paytirib qo'yasizlar, bo'ldi. Progressiyada to'g'ri kelaveradi. Aynan A1 dan boshlab qo'shish shart emas. Orasidagi masalan hop 1 3 5 7 keyingisi necha bo'ladi? 9 11 13 bo'ldi, mana shu bo'lsa yetadi. Sizlarga agar mana bu qismi kerak bo'ladigan bo'lsa, mana shu joyi kerak bo'ladigan bo'lsa, nima qilasizlar? Bunga qo'shib 2 ga bo'lib 3 ga ko'paytirib qo'yasizlar-da. 3 ta bo'lgani uchun. Ana aynan boshidan hisoblayotgan bu formula deb o'ylamanglar-da. Biz o'rgangan formulamizda boshidan emas, любой joydan hisoblayveradi. Boshini olasiz. O'zingizlar qaysini boshida bo'lsanglar, shu deb hisoblab ketaverasizlar. Masalan, mana buni men birinchisi deb olib ketishim mumkin-da. 5 dan 13 gacha qo'shish kerak bo'lsa, mana ketma-ketlikni. 5 ga 13 qo'shaman, 2 ga bo'laman-da. 1 2 3 4 5. 5 ga ko'paytirib qo'yaman, bo'ldi, to'g'ri chiqib ketaveradi. Tushunarlimi? 5 ga 13 qo'shaman, 2 ga bo'laman. 1 2 3 4 5. Hadlari soni 5 ta deb hisoblab 5 ga ko'paytirsanglar, to'ppa-to'g'ri chiqadi. Keling, tekshirib ko'ramiz mana. 5 ga 13 qo'shdik, 2 ga bo'ldik. 5 ta ekan. Necha bo'ladi? 18 45 a. Qo'shib ko'rsanglar ham 45 chiqish kerak mana shu. 12 12 ga 9. 21 21 ga 11. 33 33 ga 13. 45 bo'ladi. Ko'rdinglar? Ha. 32 ga 13 to'g'ri. Ko'rdinglarmi? To'g'ri kelaverar ekanda. Endi yana bitta narsa, qaranglar. Sizlarga faqat mana bu kerak. 1 kerak, 5 kerak, 9 kerak, 13 kerak. Shuni o'zini qo'shmoqchisizlar. Qanaqa hisoblaysizlar? Mana shuni o'zini hisoblash uchun. Tagiga chizilganni o'zini qo'shmoqchiman. Savolni tushundinglarmi? Qaranglar, bu yerda yaxshi savol bo'lyapti. Hozir mana 1 5 9 13. Progressiyani beradimi bu? Bittasini tashlab ketsam ham progressiyani beradi. 4 tadan oshgan, to'g'rimi? Mana shuni qo'shmoqchiman hammasini. Qanaqa qo'shaman? Qanaqa? 1 qo'shilgan 13 bo'lingan 2 deysizlar, ko'paytiruv 4 deb qo'ysanglar bo'laveradi. Ishlayveradi. Xo'p, 14 28 ekan. Tekshirib ko'ringlar-chi. 6 6 ga 9 15 15 ga 13 28. Ko'rdinglarmi? Progressiya ishlayveradi. Progressiyaligini sezib qoldinglar, bo'ldi. Boshi bilan oxirini qo'shasizlar, 2 ga bo'lasizlar, nechta bo'lsa o'shani ko'paytirasizlar. To'g'ri chiqaveradi. Ha? Buni ko'ramiz. Xo'p, tushunarli bo'ldi bu. Xo'p, mana keyingi savol bunaqa ekan. Ruschasidan 17. 17 da aytilgan ekanki, dastlabki 20 ta sonni yig'insini topish kerak, qaysiki ular 5 ga bo'lganda qoldiq 1 chiqadigan. 5 ga bo'lganda qoldiq 1 chiqadigan 20 ta sonni qo'shilganini topish kerak. Birinchi son necha bo'ladi? 5 ga bo'lganda 1 chiqish uchun. 1 o'zi bo'ladi. 1 5 ga bo'lsa qoldiq 1 bo'ladi. Keyingisi desa, keyingisi unga ustiga 5 qo'shamiz. 6 bo'ladi. Keyingisi yana 5 qo'shsa 11. Mana shunaqa ketaveradi. Shunaqadan 20 tani qo'shgin debdi. 20 tadan. A1 nima bo'ladi shunda? 1 D 5 A20 ni bitta topib olamiz, chunki bu yerda 20 tasini qo'shishimiz kerak-ku. A20 nima bo'ladi? Shunda 19 da. 1 plus 19 kara 5. 96 bo'ldimi shunda? Xo'p, ketdi, yozaman. A1 qo'shilgan A20 bo'lingan 2 ko'paygan nima deyman? 20 deyman. Bo'ldi. Qaysi birmi? 6 dan boshlagan bo'lsangiz xato chiqadi. Shunaqa. Qaranglar, arifmetik progressiyani hadlari 60 ta. Hadlari deganda endi sonini aytmoqchi-dik, to'g'rimi? Hadlari 60 ta ekan. Uning juft o'rinda turgan hadlari yig'indisi toq o'rinda turgan hadlari yig'indisidan 15 ga katta. Qanaqa tushundinglar? Juft o'rinda turgan hadlari yig'indisi deganda A2, A4, A6 ketaveradi nechigacha? A cheksiz emas, 60 ta hadi bor. 60 gacha.
Toq o'rinda turgan hadlar yig'ilsa 15 ga o'tdi. Toq o'rinda turgan hadlari qanaqa? A1, A3 nechigacha? A59 gacha. 60 ta bo'lsa 59 gacha bo'ladi. 15 ga katta ekan. Qaysi biri kichkina? Toq o'rinda turganlari kichkina 15 ga. Bular teng bo'ladi deysizlar, kichkinasiga o'sha 15 ni qo'shganinglarga. Tushunarlimi? Shuni teng bo'lib qoladi. Yana aytibdiki, 4-xada 4,5 ga teng. A4 teng 4,5 ga. Progressiyani hadlari yig'indisini toping. SN ni, ya'ni S60 ni topishni so'ragan. Nima qilamiz? A1 bu yoqqa olib o'tsam, A2 minus A1 bo'lib qoladimi? Shunaqa plus A1 minus bo'lib o'tadi. A2 dan A1 ayirsa nima bo'ladi? D qoladi. A3 bu yoqqa olib o'tsam, A4 minus A3 bo'ladi. A4 dan A3 ayirsa nima bo'ladi? D bo'ladi. A6 dan A5 ayirsam D bo'ladi. A60 dan A59 ayirsam bu ham D bo'ladi. Bu yerda 15 qoldi. Savol, D dan nechta? 60 59 D dan 59 ta? 30 ta. Sal o'ylab ko'ringlar. Mana nechta son bor mana shu yerda? Nechta bor? Ha? 30 yarmida, juftlari, to'g'rimi? 1 dan 60 gacha bo'lsa, yarmi juftlari turibdi. 30 ta bo'ladi. 30 ta ekan dedi. Hop, mana shu yerda aytasizlar 30 ta D bor. 15. D 2 ga teng, ana qo'ydim. 1 taqsim 2 mi? 1 taqsim 2. 1 taqsim 2 0,5 ga teng ekan. Qaranglar, D bor. A4 bor. S60 topish kerak ekan. S60 yozib olamiz formulani. Qanaqa edi? A1 plus A60 bo'lingan 2 ko'paygan 60. Bizda yo'q, A1 yo'q, A60 yo'q, lekin bularni bergan. A4 yozib olaman, nima deb? A1 plus 3 desam bo'ladi-da. A4 o'rniga 4,5 ni qo'yib, D ni o'rniga yarmni qo'yib, A1 topsa bo'ladi, chiqadi, to'g'rimi? A1 topgandan keyin D ham bor, A1 ham bor, A60 ham topsa bo'ladi. O'sha topib o'rniga qo'yasizlar, chiqadi. 52 58. Arifmetik progressiyada 20 ta xat bor debdi. 20 ta xat. Bu degani n 20 ga teng degan, to'g'rimi? Juft nomerli xatlar yig'indisi, juft nomerli deganda qanaqa tushunamiz? Nechadan boshlanadi? A2, A4, A6, oxiri necha? 20 tashab ketamiz. 250 ga teng. Toq nomerlilari qanaqa? A1 dan 220 ekan. Savolda aytibki, progressiyani birinchi hadi va ayirmasini toping. A1 ni topish kerak ekan. D ni topish kerak ekan. Nima deysizlar, shuni aniq qilishingiz? Kimda qanaqa variant bor? Ha, aytinglarchi. Keyin o'zim variantimni aytaman. Hop, ayting. Hammasini A1 bilan D'ga bo'ladi. Uncha yaxshi emas, ha? Unchalik yaxshi emas. Lekin bo'ladi olib kelsa. Hop, yana kimda qanaqa? Ayrivorish kerak. Ayrivorish bo'ladi. Ikki xil yo'li bor. Hozir ikkala yo'lni ham ko'ramiz. Birinchisi, kelaylik, shuni ko'ringlar, ayrivorish. A2 dan A1 ketsa nima bo'ladi? D bo'ladi. A4 dan A3 ketsa D. A6 dan A5 D. 20 dan 19 ketsa bu ham D. 250 dan 30 bo'ladi. D dan nechta bor shu yerda? 10 ta bor. Chunki 20 tani yarmi tepada, yarmi pastda, 10 ta deb yo'qdi. 10 da 30. D necha ekan? 3 ekan. D topildi. D bor. Endi nima qilamiz? Endi formulaga qo'ysak bo'ladi. Xo'p, buni qo'yingmi formulaga, tepasini qo'yingmi? Qaysi biri? Bizga A1 kerak. Pastdagini qo'ya qolamiz, bo'pti. Qaranglar, birinchi hadi A1
Oxirgisi nechi? A19. Bo'lamiz 2 ga, ko'paytiramiz nechiga? 19 ga yashaydi mana deysiz. Yo'q, 19 yarmiga bo'ladi. Yo'q, 19 mana yarmiga bo'ladi, 10 ga bo'ladi. Mana shu narsa to'g'ri ishlaydi. Boya aytdik-ku, orasida o'chirib chiqdim boya. Misol yozganda, mana bitta, to'g'rimi? Birinchisini qoldirdim, uchinchisini, beshinchisini qoldirdim, o'shalar qolgan qo'shganda. 4 taga oshib boradigan bo'lib qoladi, to'g'rimi? Xuddi shunaqa narsa-da bu ham. Mana birinchisi bu ham progressiya-yu, to'g'rimi? 2 D 2 baravariga ko'p deb ularni. Progressiya ham bo'ldi, progressiya. Birinchisi bilan oxirgisini qo'shib 2 ga bo'lamiz. Nechta bor? 1 3 5 7 sanasanglar 19 gacha 10 ta chiqadi. Chunki orasida 2 qolib ketgan, 4 qolib ketgan, to'g'rimi? Yarimi yo'q deb, mana 1 dan 20 gacha deb hisoblasak, yarimi turibdi bu yerda. O'shaning uchun 10 ga ko'paytirasizlar. Tushundinglarmi? O'sha formulaga ishlayveradi. O'ylamanglar, tushmaydimi? To'ppa-to'g'ri tushib ketaveradi. O'sha narsa 220 ga. 10 bilan bunaqa qilaylik, 20 ga qolib 44 bo'lib qoladimi? Ketdi 5. 225 ga bo'lib olamiz 44 ga. A1 plus A19 teng 44 ga ekan. A19 ni nima deb yozaman? A1 qo'shilgan 18D barobar 44. D bizada bor, 3 ga teng. 3 ko'paytirasizlar 54 bo'ladi, o'tkazasizlar, A1 topasizlar, A1 chiqadi. Tushunarli? Hop, mana shu yaxshi yo'l bo'ldi. 57 ham ekan, a? Eng savol. Arifmetik progressiyada dastlabki 8 ta had yig'indisi 32 ga. 57 da aytibdi. 8 ta hadi, ya'ni S8 32 ga teng debdi. Dastlabki 20 ta hadi S20 2 ga teng ekan. 2 ga teng ekan. Progressiyaning dastlabki 28 ta hadini topinglar, yig'indisini debdi. Bir-biriga qo'shib qo'ymadinglarmi? Bor ekan o'shaqa javob ham. Nimaga bir-biriga qo'shib yuborib bo'lmaydi? Mana. Bu boshidan 8 ta-da. Bu boshidan 20 ta. Agar bizga A21 dan 28 gacha bo'lganda, unda boshqa gap edi. Xo'p, nima qilamiz? Kim aytadi? Tushundinglarmi o'zi buni? A1 dan boshlab A8 gacha qo'shilgani bor 32. A1 dan boshlab A20 gacha qo'shilgani bor 200. Bizdan S28. A1 dan boshlab A28 gacha bo'lganini topgan degan. Kelinglar shu savolni yozib qo'yaylik. Kerak bo'lib qolar balki. A1 qo'shuv A28 bo'lingan 2 ko'paytiruv necha bo'ladi? 28 mi? A1 qo'shuv A28 ni topsak bo'ldi, masala halda. Shunaqami? Tasavvur qilaylik, buni ayirib olsak, boyginga o'xshab. Boy bitta misol ko'rdikmi bitta? Ayirib olsak qanaqa bo'ladi? 9 dan boshlab nechigacha chiqadi? 20 gacha bo'lib qoladi. Ya'ni S20 dan S8 ayirib tashlasham, boshidagi 8 talar ayrilib ketadi-da, 9 dan boshlab, A9 dan boshlab A10 ketadi, A nimagacha? 20 gacha. Shuni hisoblamoqchiman. Qanaqa hisoblayman? A9 qo'shilgan A20 bo'lingan 2 ko'paytiruv nechta bor bu yerda? 20 dan 9 dan 20 gacha. 12 tami? 12 ta. Xo'p. Endi qaranglar. 9 ga 20 ni qo'shsa necha? 1 ga 28 chi, 29. Bu ikkalasi bor-ku, bir xil narsa ekan-da men bilan. To'g'rimi? Endi 2 ga bo'lingani ham bir xil bo'ladi-yu. To'liq belgilab oldim. Mana shu narsa bizda nechaga teng hozir? 20 dan 8 ayryapmiz. 2 dan 32 ni ayirsa necha? 260. Ayryapmiz. 168 ekan. 12 ga bo'lib yuboraman. 12 ga bo'laman. Necha chiqadi? 10. Mana shu narsa 14 mi? 14 kare 12 168 mi? Shunaqa. 14 ekan. Xo'p, 14 kare 28 topib qo'yasizlar. 390. Bo'ldi, necha bo'lsa? 14 kare 28. Bormi shunaqa javob? Endi agar bu qoidani bilmasanglar, bunaqa yo'lni bilmasanglar, A8 S8 yozasizlar, A1 plus A8 bo'lingan 2 ko'paytiruv 8. Buni ham S20 ni A1 plus A20 taqsim 2 ko'paytiruv 20. 20 ni A1 D bilan yozasizlar, 8 ni ham A1 D bilan yozasizlar. Sistema qilib ishlaysizlar, nimadir bo'ladi, A1 bilan D chiqadi, keyin
Bunga olib kelib qo'yasizlar, o'shandan keyin chiqib ketadi. Qiyinroq yo'llari shu. Xayoliga kelmasa shu qilasizlar. 56 ham savol ekan. Arifmetik progressiyani dastlabki 4 ta had yig'indisi 124 ga teng. Yaxshi savol ekan. Ajitga yozamiz. 56. Qaranglar. Arifmetik progressiyani dastlabki 4 ta had yig'indisi degandan nima tushunasizlar? S4, ya'ni A1 agar kam bo'lsa-chi, mana shunaqa yozganinglar ham yaxshi. Kamroq bo'lsa, endi maksimum 5 tagacha bo'lsa, shunaqa yozganinglar yaxshi. Hatto 124 ekan. Oxirgi 4 tasi degandan nima tushunasizlar? Oxirdan boshlab sanayman. AN dan oldin AN minus 1, undan ham oldin AN minus 2, undan ham oldin AN minus 3 bo'ladi. Mana shular 156 ta ekan. Progressiyani hadlari yig'indisi Sn bor ekan. Sn 350 ga ekan. 350 ga teng. Uni nechta hadi bor? N ni topish kerak ekan. Xo'p, Sn o'zi formula qanaqa edi? Shuni yozib olaylik. Sn degani bu A1 qo'shilgan AN bo'lingan 2 ko'paytiruv n barobar 350. Biz mana shu yerda n ni topishimiz kerak. N ni topaylik desak, bu yo'q. To'g'rimi? Bu yo'q. O'shani topishlik uchun mana buni berib qo'yganda. Mana shu narsani topib olsin deb buni bergan. Chunki biz endi topamiz-da hozir. Uning uchun buni o'rniga qo'yish kerak, hamda topish kerak. Qanaqa qilsam A1 plus n AN bo'ladi mana shu yerda. Qo'shsami? Qo'shamiz. A1 plus AN mana shu, to'g'rimi? Qaranglar, A1 plus AN. Men ikkitani qo'shdim. Bu bilan buni qo'shdim. Bitta qoida bor edi. Indekslarni qo'shilgani teng bo'lsa, ular teng degan. To'g'rimi? Ikkitasini qo'shgan. 2 ga n-1 qo'shsa nima bo'ladi? Mana n2 ga n-1 qo'shsak, n+1 bo'lib qoladi deb ham. 1 ga n ni qo'shsam n+1. 3 ga n-2 ni qo'shsachi? Bu ham n+1 mi? 4 ga n-3 qo'shsachi? Bu ham n+1. Bu degani mana shu hammasi ikkita qo'shganda bir-biriga teng bo'ladi degan. Ya'ni shunaqadan nechta chiqadi hozir? Bitta, ikkita, 3ta, 4 ta chiqadimi? Qo'shganimda 4 ta. Qo'shsak necha? 280 ekan. 4 ga bo'lib olsak, A1 plus AN teng bo'lar ekan nechiga? 70 ga. O'rniga mana shuni olib 70 shuni qo'yasizlar. 72 ga bo'lsa 35, 35 yangi ko'paytirsa 350 ekan. 10 bo'lib qoladimi? 10 ekan javob. Xo'p, mana sizlarga bunaqasini tushuntirib beraman yana boshqatdan. A1 ga qaysi qoida ketdi hozir ko'rasizlar. AN ni qo'shilgani teng deb oldik. A2 ga AN-1 qo'shilganiga. Yoki bu ham teng bo'ldi bizda. A3 ga nima? AN-2 ni qo'shilgani. Mana shu qoidadan ketdi. Qo'shganda 1 ga n ni qo'shganda 1 plus n, 2 ga n-1 qo'shganda ham 1 plus n. Buni o'rniga men buni yozib ketdim-da. O'shanda mana A2 ga AN-1 qo'shganimda bitta A1 plus n bo'ldi-da yana. A1 plus n, A1 plus AN, A1 plus AN, A1 plus AN, A1 plus AN ga teng bo'ldi mana shu 4 tasi. 4 ta bor-da unaqada. O'shaning uchun ko'paytiruv 4 deb yozib ketdim qo'shilganini. Tushuntira oldim? Hadib A1 plus n, AN plus A1 plus AN plus A1 plus AN deb 4 marta yozmadim-da, ko'paytiruv 4 deb yozib qo'ydim. O'shanda chiqdi. Natural sonlar qatori har bir natural sonning kvadrati bilan tugaydi ekan. Birinchisi 1 ekan, ikkinchisi Hop, bunaqa ekan. 1 bilan tugadi, keyingisi 4 bilan tugadi. Hop, keyingisi necha bilan tugaydi? Keyingi qator 9 bilan tugaydi. Nechidan boshlanadi? Yo, 4 dan keyin necha keladi? 5 dan boshlanadi. Keyingisi necha bilan tugaydi? Mana, bu 1 ni kvadrati, bu 2 ni kvadrati, 4, 2 ni kvadrati, bu 3 kvadrati. Keyingisi endi 16 bilan tugash kerak ekan. Undan oldingi sonlar nechidan boshlangan bo'ladi? 9 dan keyin necha keladi? 10 keladi. 10 dan 16 gacha bo'ladi. Keyingisi 17 dan 25 gacha bo'ladi. Keyingi qator 36 gacha. 36 gacha. Keyingisi 37 dan
Bu yetib keldi nima bo'layotgandi? Oxirgisi 10-qatorda qanaqa bo'ladi debdi. 10-qatorda bu 1-qator, bu 2-chi, 3-chi, 4-chi, 5-chi, 6-chi, 7-chi. 10-qator nechi bilan tugaydi? 100 bilan tugaydi. Nechidan boshlangan bo'ladi? 9-qator nechi bilan tugagan? 81 bilan tugagan. 82 dan boshlab 100 gacha bo'lgan sonlarni qo'shganda o'tgan ekanda. Qo'shib qo'ya olasizlarmi shuni? 82 dan boshlab 100 gacha bo'lgan sonlarni qo'shasizlar. Bo'ldi. Yani progressiya bu. A1 82 AN demaylik nechta son bor? 100 dan 82 gacha. 19 ayr 1 qo'shsa 19 ekan. Demak A19 bo'ladimi bu? A19 100 ekan. S19 ni topish kerak. Nima deyman? A1 plus A19 taqsim 2 ko'paytiruv 19. Bo'ldi. O'rniga qo'yasizlar chiqadi. Ha, boy ko'rdik. S9 ni formulasini aytgan. Aha. Yangi formula. Bu nimani beradi? A5 beradi, bo'ldi. Boy ko'rdik-a, mana shu misol. 65 ham ko'rsak, 65. 3 ta nuqtasi bor ekan, shunga ham savol. 100 kvadrat. 100 kvadrati minus nima deyilgan? 99 kvadrati plus ketaverar ekanda, nechigacha? 2 kvadratda minus Kvadratni desam-chi shuni. Bo'laveradi. Bo'pti. Xo'p, ayiramiz. Formula bo'yicha qanaqa edi? A kvadrat minus B kvadrat degani A minus B plus B edi, to'g'rimi? Bir marta ayiramiz, bir marta qo'shamiz. Ayirsak 1, qo'shsak 199. Ayirsak 1, qo'shsak 195. Keyingisi qanaqa bo'ladi bo'laysa? 4 taga ketaveradimi? 191 bo'ladimi? Oxirgisi 3 bo'lib qolar ekan. Xo'p, mana qaranglar. 4 taga kamaydi. Xo'p, shuni mana bunaqa yozib olsa-chi? Endichi? Endi oshgan bo'lib qoladi. 4 taga oshib boryapti. Bo'ldi, shunaqa hisoblaylar bo'lmasam, qiyin bo'lsa agar. A1 ni 3 deymiz. Nechtaga oshib boradi? 4 taga. Oxirgisi necha ekan? Shu nechinchisi bilasizlarmi? Bilmaymiz hali, eninchisi deb turamiz. Hozir SN formulani yozaman desam, mana shu SN ni yozaman desam, birinchisi bor, oxirgisi bor. Kelgan bo'la olmayman, lekin nechtaligi yo'q-da? Nechtaligi yo'q, nechta. O'shaning uchun AN formulani ishlatamiz. AN formulani ko'pincha biz N topishda ishlatamiz. AN formulani. A1 plus N minus 1 D teng 199 ekan. A1 o'rniga 3 plus N minus 1 ko'paygan D o'rniga 4. N chiqadimi ishlasa? 3 olib o'tasizlar, ayriladi, 4 ga bo'linadi, 1 qo'shiladi, o'shanda N chiqib qoladi. N ni ham qo'yasizlar, javob chiqadi.